Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Moskva hamda Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка bazalar xizmatlari mavjud. Muhim eslatma, Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Assalomu alaykum. Eron oliy rahbari AQSh bilan muzokaralarga rozilik berdi. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiska tugmalarini bosib qo'ying. Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi AQSh prezidenti Donald Trampning maxsus vakili Steve Uitkov bilan telefon orqali muloqot chog'ida mamlakat oliy rahbari Mujtabo Xamoney Washington bilan muzokaralarni ma'qullaganini ma'lum qildi. Bu haqda yuqori martabali Eron lavozimiga tayanib Ynet xabar berdi. Nashr ma'lumotlariga ko'ra, Uitkov va Aroqchi o'rtasida suhbat joriy yilning 19-mart kuni bo'lib o'tgan. Isroil, Washington va Tehron o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri aloqalar haqida xabar qilinmagan. Nashr suhbatdoshining qayd etishicha, Aroqchi uchun AQShga Erondagi hokimiyatni ko'rsatish muhim bo'lgan. Suhbat davomida Aroqchi Xomaney urushni tezroq yakunlashga tayyorligini, biroq bu Tehron shartlari bajarilgan taqdirdagina yuz berishini bildirgan. Yenetning yozishicha, gap Tehron va Washington urushdan oldin Jenevadagi muzokaralarda muhokama qilingan deyarli o'sha shartlar haqida bormoqda. Xususan, Eron boyitilgan uranni Rossiyaga olib chiqib ketishni muhokama qilishga tayyor, biroq yadro dasturi va ballistik raketalardan butunlay voz kechishga rozi emas. Eron prezidenti Masud Pezeshkian AQSh bilan muzokaralar bo'layotgani haqida prezident Donald Trampning bayonotlarini rad etdi. Bu haqda u o'zining Telegram kanalida yozib qoldirdi. Uning aytishicha, Eron va AQSh o'rtasida hech qanday muzokaralar olib borilmayapti. Pezeshkian Trampning so'zlarini energiya narxlarini pasaytirishga urinish va harbiy rejalarni amalga oshirish uchun vaqt yutish maqsadida bayonot deb baholagan. Qolaversa, Pezeshkian Eron so'nggi kunlarda faqat mintaqa davlatlari bilan, xususan Ummon bilan muzokaralar olib borayotganini ta'kidlagan. Bu muloqotlar Hormuz bo'g'ozi orqali kemalar harakatini muvofiqlashtirishga qaratilgan bo'lib, ochiq tarzda olib borilmoqda. Shuningdek, Islom inqilobi qo'shinlari korpusi ham muzokaralar bo'lmaganini va bo'lmasligini bildirgan. Ularning fikricha, AQShning bunday bayonotlari psixologik urushning bir qismi bo'lib, bu sharoitda Hormuz bo'g'ozi oldingi holatiga qaytmaydi va energiya bozorlarida barqarorlik yuzaga kelmaydi. Korpus Trampning bayonotini chekinish deb baholab, bunga Eronning javob zarbalari haqidagi tahdidlarni sabab bo'layotganini aytgan. Qayd etish joiz, avvalroq Tramp 2 kunlik juda yaxshi va samarali muzokaralar bo'lib o'tganini aytib, Eron energetik obyektlarga zarbalarni 5 kunga to'xtatishni buyurganini bildirgan edi. Uning so'zlariga ko'ra, tomonlar Yaqin Sharqdagi harbiy harakatlarni tartibga solish masalasini muhokama qilgan. Bugun 23-mart kuni AQSh prezidenti Donald Tramp jurnalistlarga Washington Tehron vakillari bilan juda samarali muzokaralar o'tkazganini, har ikki tomon asosiy masalalar bo'yicha umumiy til topganini ma'lum qildi. Uning so'zlaridan Reuters va NBC News iqtibos keltirmoqda. Bizda juda samarali muzokaralar bo'ldi. Ko'ramiz ular nimaga olib kelar ekan. Aytishim mumkin bo'lgan gap shuki, biz aksariyat muhim masalalar, deyarli barchasi bo'yicha kelishib oldik, deydi AQSh prezidenti. Uning so'zlariga ko'ra, muzokaralarda Amerika tomonidan uning kuyovi Jared Kushner va maxsus vakili Steve Uitkov ishtirok etgan. Tramp Eron tomonidan kim qatnashganiga aniqlik kiritmagan, faqatgina u yuqori martabali va hurmatli yetakchi ekanini qayd etgan. Tramp shuningdek muzokaralar tashabbuskori Tehron bo'lganini da'vo qilmoqda. Axios nashrining manbaga tayanib yozishicha, Washington va Tehron o'rtasidagi muzokaralarda Turkiya, Misr va Pokiston vositachilik qilgan. 2 kun davomida ushbu 3 mamlakat tashqi ishlar vazirlari, Amerika va Eron tomonlari Steve Uitkov hamda Eron TIV rahbari Abbos Aroqchi bilan alohida muzokaralar o'tkazgan. Ma'lumotlarga ko'ra, Washington bilan muzokaralar Eron parlamenti spikeri Muhammad Bog'ir G'obilov olib bormoqda. Eslatib o'tamiz, avvalroq Tramp samarali muzokaralar munosabati bilan Pentagonga Eron elektr stansiyalari va energetika infratuzilmasiga berilishi rejalashtirilgan zarbalarni 5 kunga kechiktirishni topshirgan edi.
Eron esa AQSh bilan muzokaralar bo'lganini inkor etmoqda. Tehronning fikricha, Tramp Eronning harbiy tahdidlari yanada ishonchli bo'lib qolganligi sababli muhim infratuzilmaga hujum qilishdan voz kechgan.